Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli bog'bonlar, Umid Uz kanalini ashaddiy muxlislari. Ko'rib turganimizdek, kattakon bog'damiz. Ya'ni bu bog'imiz o'sha Abdubanov akamizda 10 gektarli avatar bog'lari. Mana shu barcha ko'rib turgan qizil lentalarimiz bu o'sha avatar uzumlarini belgisi, ya'ni belgilab qo'yilgan, boshqa uzumlar bilan aralashib ketib qolmasligi uchun. Xo'p, hozirda mana avvalgi videolarimizda ko'rganimizda ko'k novdalarimiz hali kalta edi. Hozir mana qaranglar, qanaqangi chiroyli. Uzum donlari ham ko'ringan, hammasi zo'r holatda turibdi. Payvand davri ham o'ziga xos, bismillah. O'ziga xos mana zo'r holatda turibdi, ko'ringlar. O'tgan safar aytib o'tganimizdek, mayli bu tagini hisoblamaymiz. 1 2 3 4 5 ta. Aytib o'tganimizdek, bitta ko'k novdamizdan 5 ta payvand chiqarish imkoniyatlari bor. Aynan hozir davri keldi. O'tgan safar aytdik, bir haftacha yoki 10 kuncha vaqt bor dedik. Mana xudo xolasa havolarimiz, ob-havolarimiz yaxshi. Endi ko'p joylarda yog'ingarchilik bo'ldi deyilyapti. Bizda ham ozgina yomg'ir yog'ib o'tdi. Unaqa katta darajada yomg'ir yoqqani yo'q, lekin havomizda issiqliklari yaxshiligi uchun qalamchalarimizni kalta surishlari zo'r. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Ko'k novdalar. Bundan tashqari hozir Abdubanov akam katta partiyada uzum ko'chatlar tayyorlayapman deyapti. Hozir video davomida ana shu ko'chatlarimiz yoniga borib ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Layklar esdan chiqmasin, salomat bo'linglar. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganimizdek, uzum novdalarimiz o'tgan safargi videolarimizdan ko'ra ancha rivojlangan. Assalomu alaykum Abdubanov aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomat. Qonchiliklar baraka bersin. Umidjon muxlislari, salomatlik yaxshimi? Hammalaring tuzmisizlar? Rahmat, salomat bo'ling. Charchamayapsizmi aka? Ha, sekin mana endi uzumlarimiz ham ko'k payvandlar ancha uzum bo'lib qoldi, yaxshi bo'lib, 4 ta, 5 ta. Endi 3 ta, 4 ta kamida chiqadigan hozirgi holatda yaxshi. Endi bemalol tavsiya qilib olib ketinglar desak bo'laveradi. Yaxshi. Mana uzumlarimizga oltin gurtlar soldik, taylariga. O'tgan safar yo'q edi. Yo'q edi. Endi taylarini ishlov berib, o'tlardan xolis qilib sug'orishni boshlayapmiz. Ha, suvga tayyorlanyapti. Suvga tayyorlangan. Bu oltin gurgitni ham qisqacha nima sababdan solinib turganini aytaylik. Oltin gurt endi har xil hasharotlardan unaqa qiladi-da. Biz 2 yillashaga solamiz, yaxshi effekt, tomir kasalliklariga har xil hasharotlar yopishavermaydi, shunaqaga tashlaymiz, yaxshi. Bizga endi o'sha bir bitta o'g'aynimiz kelganda tagiga mana shu oltin gurt tashlab tur, yaxshi bo'ladi deganiga shuni tashlayapmiz, yaxshi foydasi. Meni fikrimcha hech qanaqa pashsha, oq pashsha ham tushmaydi bizni uzumga. Oq pashshaga ham odamlar addenni dori sepib yo'qotadi-yu. Albatta, oq pashsha bo'ladi. Bunaqa bitta ham tushmaydi, yaxshi. Demak, bu oltin gurgitni ham foydasi bor. O'sha quyosh nuri yaxshigina qizitganda bu o'zidan qandaydir o'sha gaz chiqaradi. Keyin o'tgan safar mana payvand qilgan. Ha, o'tgan safargi videomizdagi payvand. Mana ko'rgan bo'lsangiz, rasi 7-qator. Mana xudo xolasa ko'kladi bu. Mana o'sha ketgan bu yerdan. Hozir 14-chisloda syomka qilgan bo'lsak, bugun mana 20-chislo kakras 6 kun vaqt o'tibdi. 3 kunda o'zi 3 kun 4 kunda bilinadi. Bu 6 kun bo'ldi, o'zi ketdi bu xudo xolasa bilgan keyin. Bu ko'rsatganimiz sababi kommentariyada bitta ikkita negativ yozganlarga bu isbot bu. Teskarulab qo'yding degan joylari bo'ldi. Ko'klara uzumda bir mana shu Abduvohid hoji akam bor, o'sha bakiga ham ulab ko'klatganlarni ko'rganmiz. Endi hali beyor narsa-da, Xudoning mo'jizasi. Ko'klaydi xudo xolasa, mana ko'kladi. Yaxshi. Xo'p, Abdubanov aka, qalamchalarimiz, ya'ni ko'k novdalarimiz tayyor. Tayyor xudo xolasa. Mana avatar uzumlarimiz, mevalarini qarang. Mevalar bilan olib beramiz buni shoxlarini. Mevasi bilan, desa mevasi bilan deng. Mana qarang. Barda meva borda. Xudo xolasa. Mana mevalar bilan turibdi. O'tgan safargi bonuslarni yana qaytadan aytib o'tsak. Mahalliy uzumlarimiz o'zi hammasi bonus. Hammasi bonus. Hammasi bonus. Ashi necha xil mahalligimiz bor? Mercedes bor, Rizamat bor, Husayni bor, Ketmon sopi, Damiskining 2 xil sorti bor, qalampir sorti bilan nariga o'zimiz obishniy damiskilar bor. Shu sortlar hammasi bonus bo'ladi, xudo xolasa. Qolganlaridan ham qo'shib beramiz. Faqatgina o'sha Yevropadan keltirilgan uzumlarimizni ko'k novdasidan
olgan insonlarga mahalliy navlarimiz bonus sifatida. O'zlari o'sha masalan 10 ta olsa 10 ta qilib bermaymiz. 11 ta, 12 ta, 13 ta qilib beryapmiz. Bemalol kelishaversa. Usiz ham qo'shimchasi bor. Qo'shimchasi bor. Unaqa narsalardan olib borib ulashsin, shu yerda uzumlar ko'paytirishib olsa, biz xursand bo'lamiz. Narxini mana Xudo o'tgan xohlasa. safargi videomizda narxni aytmaysizlarmi degan narsalar bo'lyapti-da. Narxni aytadigan darajada arzigulik emas-da. Xudo xohlasa unaqa. O'shaning uchun ham aytmaganimiz ma'qul, Ha. haligi ko'pchilik kulmasin. Undan kelishib shu yerda o'zida Bemalol. bemalol. Kelishaversin. Hozir bog'ingizda Qobil akamni ko'rib qoldim. Qobil akamdan maslahat Qobil akam so'raymiz. aynalib yuribdi shu yerda. Ustoz bo'ladi, bizga yaxshi narsalarni o'rgatadi. Biz mana Qobil akamdan va shu o'zimizni Oltiariqda eng yaxshi dehqonlardan maslahat so'raymiz. Qo'limizdan kelgancha. Bilmagan narsalarni shulardan o'rganamiz. Bilgan narsalarimizni ularga tavsiya qilamiz. Tushunarli. Hozir Qobil akam bilan suhbatlashsakda, keyin yana bir yangilik qilyapsiz ekan. Ya'ni mana shu 2025-yilning kuz mavsumiga katta partiyada mana shu uzumlarimizni qalamchalarni ekib ko'chat tayyorlayapmiz. Katta vorankalarda 5 litrli baklash kerak. O'tgan yil ham qilganmiz, ko'rgansiz. O'sha kuzda yoq tamom bo'lib ketdi, talamon bo'lib. Bu yil ko'proq qilyapmiz yana. Hozir Qobil aka bilan ham ozgina suhbatlashaylik. Siz bilan ana shu ko'chatxonamizga borib suhbat davom ettiramiz. Bo'ldi, xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, aziz obunachilar, Qobil akamizni oldiga boramiz. Bu Qobil akam ham mana shu bog'da ko'k navda olish bilan bandlar. Assalomu alaykum Qobil aka. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamay, dehqonchiliklarga baraka bersin. Umringizga baraka bersin sizlar. Yaxshi, mana Abbonop akamizni oldiga syomkaga keldik. O'tgan safar Husan akam bilan ko'rishgandik, bugun mana siz bilan. Nasib akam nima qilyapsiz bu yerda? Bu yerga shu avatarga keldim men ham. Mana buni qarang, Umidjon. Avatarlarda qarang. Havas qildim bog'ni ko'rib. Otasiga ming rahmat. Bog'ni qarang endi. Bu yerdan chiqqingiz kelmaydi. Albatta. Mana ular bag'i hozir rasa ulaydigan payt o'pdi. 5 ta, 6 ta, eng kami 4 ta ekan. Mana qarang. Mana yerda hozir bu uzumi bolalarni ham Adbanda akam ovolavering dedi, uzib berishdi, mana qarang. Hammasi uzumi bor. Uzumi ham bor. Hozir demak payti. Rasa payti hozir. Hozir payti. Ulaydigan odamga hozir bu havolar salqin, keyin bu payt asosiy. Bu ham ertaga o'sib qolgandan keyin ko'klashcha qiyinlashadi o'zi. Tanasi qattiq bo'lgandan keyin. Shunga men ham o'zi shu kunga mo'ljallab turib kelgan paytimizda uchrashgan joyimizda qarang. Durralarni o'rab olsangiz, men bu yerda ish qilyapsizmi keyin endi? Demak, bu o'zingizda agarodingizdan to'g'ri kelayotgan joy. To'g'ri, mana shu hozir bog'dan kelyapman men ham. Ish jarayonidan. Buni qarang. Bari avatar ekan. Hozir Abdubanda akamni ham shu yerda olib turuvdik-da. Yaxshi. Xo'p, Qobil aka, endi mana sizdan ham fursatdan foydalanib ozgina ma'lumot so'raymiz. Hozirgi kunda bahorgi aynan mana shu holatda qilinib turgan ishlar nimalar bo'lyapti? Bahorgi ishlar endi hozirgi paytda mana bugun ertalabda dori chashdim o'zimni bog'imga. Ertaga yana bitta dorisi bor, uni ham chachamiz. Ertadan keyin xomtekka tushamiz. Nima dori sepyapsiz miqdori? Pashshaga o'sha Mosplan degan dorimiz bor. Pashshaga chashdim. Oq pashshaga. Oq pashshaga. Miqdorlari. Miqdorlari 10 litr suvga o'sha u endi pachkada bo'ladi-da, 80 litrga 100 grammlik pachkali bor. 100 grammini demak 80 litr suvga. 80 litr suvga chachiladi. Redamin chachaman ertaga endi. Redaminlar o'sha 10 litr suvga 25 gram qo'shiladi. 25 gram. Shuni chachiladi. Bo'ldi, shu bilan ertadan keyinga xomtekka tushamiz. Xudo xolasa hozir boshlanadi. Mash holatda uzumlar mana. Xomtek, rasa mashini xomtek qiladigan payt o'tdi endi. Endi bu avatar, bu Abdubanda akamlar endi hozir boshlashgan yo'q, bular ham boshlashar ekan hozir. Demak, siz bilan ertaga bog'da uchrashamiz. Xudo xolasa ertaga dori sepilish jarayonlari, qanday sepish tartiblari haqida ham o'sha joyda o'zidan suhbatlashamiz. Redamin chachamiz, Xudo xolasa. Siz vaqtida bo'lmasam ko'chatlaringizga borib ichcha yig'aman yana endi bu. Yana olasizmi? Boqqa borib ulayman. Men bu avatarga qiziqib qolganman. Kuzda ko'rdik-ku, keldik, o'zimiz birga oldik-a. Bu uzumni ko'rib mazza qilasiz ekan, urug' yo'q. Bu yo'q, mazza. Ko'paytiraylik endi. Rahmat ustoz deydigan video qilamiz ekan. Xudo xolasa.
Salomat bo'ling, ishlaringiz rivojini Mayli, bersin. hop. Hop. Umidjon mana o'sha uzum ko'chatlar tayyorlayotgan joylarimiz. Aha. Mana shular bari avatar uzum. Demak, bu stakanga ekilyapti ekan bu. Stakanga ekilyapti bu. O'tgan yili ko'rgan bo'lsangiz kapelnitsa qilgan edik. Ha. Kapelnitsamizni biz noto'g'ri qilgan ekanmiz, unaqa zo'r effekt bermadi. Bu yil o'shaning uchun mana bunaqa qilib ko'miryapmiz. Aha. Vorankasi bilan birga. Ko'milgandan keyin bitta suv beramiz, bemalol hamma tomonni ichaveradi. Ha, ikkala tomondan suv ichaveradi. Keyin kuzda ochib, vorankasi bilan sug'urib olinaveradi bu. Ha, tayyor holatda bo'laveradi. Bu yilona 2 oy eksa bo'laveradi keyin hamma joyga. Hozir necha mingta bu yerda? Bu yerda hozir 15 mingtacha vorankada bo'ladi. Bir 50 mingdan oshiqroq Ochiqda. ochiqda ham bo'ladi. Shunday yerda o'ziga ekilgan-a bu? Ha, yerda o'zida ham bo'ladi. Xudo xolasa endi bundan ham baribir bitta ikkita patera bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xudo berganini olamizda endi. Shu. Mana shunaqa gaplar. Bu hammasi o'zingizda agarodingizdan chiqqan vatanlar. O'zimiz dehqonchilikdan bular bari. Xudo xolasa yangi bog' qilaman, joyim bor edi deb plan qilib turganlar bo'lsa, mana ko'chatlarimiz bemalol bor har qancha bo'lsa. Bu qaysi oyga tayyor bo'ladi endi? Bular endi kuzda xudo xolasa dekabr oylaridan boshlarida tayyor bo'ladi. Demak, kuzgi ekuv davriga tayyor bo'ladi. Bu tomondagilar. Bularda iyul oylaridan ham bemalol olib ketib olib borib eksa bo'laveradi. Ha, stakandagilar. Bu ochiqdagilar o'sha dekabr oyida ko'chirsak uxlagan bo'ladi, o'sha paytda yaxshi bo'ladi. Xohlagan joyga olib borib ko'chirib eksa bo'laveradi. Endi baribir mana ko'p ko'chatchilar bilan suhbatlashganimizda baribir dastavkani so'rab o'tamizda. Abana opaga dastavkalar qanday? Misol uchun mana shunaqangi stakandagi yoki ochiq dalaga ekilgan avatar ko'chatlarimiz. Yetkazib berishlar qanday? Qaysi viloyatlargacha? Bu ochiqlarda O'zbekistonning hamma joyiga jo'natilamiz. Aha. Keyin Qozog'istonga, Turkistonga, Chimkentga, bag'i o'sha Moskva tomongacha bemalol jo'natilamiz bundan. Bu stakandaylarda to'g'riga buni olib ketishcha muammoroq. Buni o'zlari kelib olib ketsa yaxshiroq bo'ladi. Masalan, birovdan berib yuborsangiz, buni vorankasini yorib yuborsa, shuncha qilingan mehnat behuda bo'ladi-da. O'shaning hisobiga buni o'zlari kelib olib ketgani yaxshiroq bo'ladi. Tushunarli. Bu hozir shunday qalamchani ekib qo'yilyapti xolasa, bu tomirlagan emas bu? Yo'q. O'zi xudo xolasa shu yerda podvoy o'ziniki bo'ladi, tomiri ham, tepasi ham o'ziniki bo'ladi. Masalan, ertaga sovuq olib kelsa, tagidan boshqa narsa ham chiqmaydi. Mana shu o'ziniki hammasi. Hozir bitta stakanga bittadan ekilyaptimi? Ha, bitta stakanda bittadan. Bittadan. Stakanlarimizni kattaliklari yaxshi. Bu o'sha 5 litrli baklashkadan sal kichikroqda. O'tgan yil ham shunaqaga qilganmiz, yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa, buning ichida begums ham bor, chirindilar bor. Hamma o'zini oziqasi 1 yilga yetarligi bor. O'tgan yil ham ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yangi yilgacha o'zingiz unaqa qilgansiz-ku. Tamom bo'ldi, birpasda vaqtida tugagan. Olib ketishdi. Yaxshi, o'sha olib borib eksa, bu 1 yil yana to'xtab qolmaydi. Sirazi surib ketadi. To'xtamaydi. Bunda ostanovka bo'lmaydi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Tushunarli. Abana opaga sizga ham kattakon rahmat. Salomat. Xudo xolasa mana video davomida nomerlaringizni qo'yib qo'yapmiz, ya'ni ukangizlarda o'zingiz nomerlaringiz. Ko'k payvand bo'ladimi yoki shunaqangi ko'chat bo'ladimi? Biz obunachilarimizga imkon qadar bonuslari bilan yengillik qilib, eng arzon narx albatta o'zi sizda bo'ladi. Baribir yana so'rab qo'yapsiz-da. Xudo xolasa. Salomat bo'ling aka, ishlaringiz rivojini bersin. Hozir Oybekjon ko'rsatib beradi bularni ko'milganini. Xo'p bo'ladi. Unaqa bo'lganlarini ham. Xo'p, salomat bo'linglar. Aziz obunachilar, hozir mana ko'milish jarayonlari, ekilish jarayonlari sizlarga bafurja tushuntirib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Oybek aka. Va alaykum assalom. Umidjon aka. Yaxshimi aka, tinchmisiz? Tinchmisiz? Qalaysizlar? Charchamasdan. Umidjon akamni ashaddiy tomoshabinlari. Qalaysizlar aka? Charchamasdan 2025-yilda sezonni boshladingiz aka. Xudo xohlasa aka, boshladik mana. Yaxshi. Ishlar juda qizg'in jarayonlar ketyapti mana. Avatarlarimiz tayyorlash jarayonlari va suv berishga tayyorlanyapti. Agatlarimiz mana ko'ryapsizlar. Shu holatda ko'mib yuboryapmiz, Mana shu holatda ko'myapmiz. Mana. Narigi tomon ham xuddi shunday ko'miladi. Bu tomonni ham olamiz mana ag'ini. Bu tomonni ham xuddi shunday qilib ko'mamiz.
O'rtadan suv ichaveradi. O'rtadan suv ichaveradi. Mana bu yerlarda teshiklari bor-da. Ha, salafanda teshik bor. Salafanda teshiklari bor. Mana shu yerdan suv kelgandan keyin tagidan nam berib, bu tepasi ham qatmaydi. Pastdan Aha. kelaveradi o'zi. Stakanning ichi turpog'imiz nima tarkibi? Tarkibida biyagomimiz bor, Aha. o'zimizni turpog'imiz Aralashgan. aralashgan. Turpog'i ham o'zi qumog'roq ekan, Ha, mayin turpog'i ekan ayda. Turpog'on mayin. Ikkovi aralashma. Mhm. Mana shunday qilib olib ketyapmiz mana. Oybek aka bu necha marta sug'orib turibdilar endi buni? Hozir xudo xohlasa mana bu birinchisini beramiz. Mhm. Ertaga xudo xohlasa mana birinchi suvni beramiz. Keyin buni namiga qarab turib beraveramiz. Aha. Agar optovlar chiqib yetilishi tezroq bo'lsa, suvni tezroq beramiz. Mhm. Ob-havolarimiz agar salqinroq bo'lsa, bir marta yarim marta kam berib turamiz suvni. Holatiga qarab. Holatiga qarab berilaveradi aka. Tushunarli. Mana bemalol mana bu yog'ini ham xuddi shunday qilib, mana u tuproqni ustini mana etib ko'mamiz. Mana jichcha qolsa bo'ldi mana. Bu yoqdan ham olamiz mana. Ha, varonka ko'mvorlar Varanka, ha, mana. Mana shunday bo'ladi mana. Ana. Mana shunday qilib mana shunday jarayon bo'ladi mana. Bu yoqdan ham suv keladi. Varankani ikkita tomondan suv Ikkala kelaveradi. tomondan suv ichar ekan. Bu yoqdan ham ichadi, bu yoqdan ham ichadi. Endi bu yog'ini bu yoqqa ham totamiz mana. Mana bu turpoq ko'miladi mana shu yerga cho'r. Mana bu yog'ini metga olamiz endi mana. Mana ko'rdilaringmi? Obunachilar, mana sizlarga tushuncha bo'lishi uchun ham har tomonlama ko'rsatib berishga harakat qilinyapti. Stakanlarimiz mana shu holatda ko'milyapti. Stakanlarimizni belida nechtadan teshik bor, Oybek aka? Xudo xohlasa bularımizda 8 tadan teshik bor. Mana past tomonida eng tagida ham bor. Ha, shu ko'milmagan tomondan bittani shunday olib ko'rsataylik aka. Bo'ladimi? Olaveramiz. Mana qaranglar, bu tag tomonida ham bor. Nima o'tib ketishga. Suv o'tib ketishga mana ko'ryapsizlar. 4 ta bu yerda. Qolganlari mana tepa tomonlarda mana 1 2 3 4 5 ta bu yoqda, 3 tadan bu yoqda pastda bor. Aylanasiga bu tomonlarda ham bor. Bu yoqlarda ham bor mana. Hamma tomonida, to'rt tomonida ham bor. To'rt tomonda 5-6 tadan Teshik bor. Suvni o'ziga olaveradi mashitlardan. Tushunarli. Mana shunday jarayonda olib boryapmiz. Xudo xohlasa mana ertaga suvni beramiz bularga. Ular o'zi xudo xohlasa mana suvni berishimiz bilan ishga tushadi. Oybek aka salomat bo'ling. Siz ham ishdan Umidjon qo'ymaylik. aka, Qisqacha bo'lsa sog' ham bo'linglar. ma'lumot olishga harakat qildik. Kam bo'lmanglar aka. Sog' bo'ling. Siz bilan xudo xohlasa narigi katta bog'da uchrashamiz. Xudo xohlasa uchrashamiz aka. Tinch bo'linglar aka. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganimizdek ko'chat ekilish jarayonlari va hozirgi kundagi ko'k qalamchalarimizni holatlarini sizlarga ko'rsatib o'tdik. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, Abdumannof akamning o'zlari va ukalaridan ma'lumotlarni olib, kimga ko'chat zarur, kimga qalamcha zarur, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Umid.uz kanalidan deydigan bo'lsangiz, albatta sizlarga chegirma, bonuslar har doimgidek. Salomat bo'linglar. Layklar esdan chiqmasin.